qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. 2014-yilga oid maxfiy hujjatlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga bo'lgan bismining bevosita Xitoyning yuqori darajalik rahbarligidan kelganligini oshkorladi. 317 betlik 11 hujjatdan tarkib topgan 2014-yili 4-oydan 2018-yili 5-oygacha bo'lgan vaqtga tava oshkorlangan hujjatlar Xitoyning yuqori darajalik rahbarlarining nupusni kontrol qilish, keng ko'lamda tutib turish va Uyg'urlarni jazolashga munosabatlik bayonlarni o'z ichiga oladi. Eng maxfiy deb ayrilgan ba'zi hujjatlar Sharq Turkistonning tadqiqoti bilan shug'ullanadigan Germaniyalik akademik Adrian Zenes tomonidan nashr qilingan hujjatlarda ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va Xitoylar orasidagi tengpungsizlikni tugutish uchun Uyg'urlarni atalmish qayta tarbiyalash va ko'chirishni talab qilgan. Adrian Zenes eng maxfiy va shaxsiy hujjatlarning intayin muhimligini bayon qilib, 2014-yilga oid hujjatlardagi nutqlarning mazmuni bilan keyingi yillarda Sharq Turkistonda yuz bergan ishlar o'rtasida bevosita bog'lanishning borligini aytdi. Ya'ni maxfiy hujjatlar Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamash, majburiy emgakka selish, emgak kuchlarini yo'tkash programmasi, Sharq Turkistondagi nupusni tengpunglashtirish, Xitoylarning nupusini ko'paytirishni o'z ichiga oladi. Zenes buning Xitoy Kompartiyasining hukmronlik o'rnini saqlab qolib, uzun muddatli qirg'inchilik qilish muddaosini ko'rsatib berganligini o'ttirg'a qo'ydi. Qo'llanishni talab qilgan ig'ir usullar 2016-yili rayonlik amaldorlarga avatilgan. Kunming shahrida yuz bergan hech kim javobgarligini ustiga olmagan 31 nafar odamning qazo qilishi, 140 nafardan ortiq odamning yaralanishini keltirib chiqargan voqeadan keyin Xitoy hukumati bu hujumga Uyg'urlarni javobgar deb tuhmat qilgan. 2014-yildagi nutqni o'z ichiga olgan maxfiy hujjatda Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining muqim ichki bexatarlik muhitiga muhtoj ekanligi, Xitoyning 21-asrdagi asosliq nishoniga yetishning xatar ostida qolganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Hujjatga asoslanganda Shi Jinping Sharq Turkistondagi Xitoyga qarshi harakatlarning Xitoyning boshqa joylariga tarqalishining oldini olish uchun umumyuzlik urush qilishni talab qilgan. Hatto Xitoyning muqimligining atalmish Shinjongning janubiga bog'liq ekanligini o'ttirg'a qo'yib, qattiq zarba berishni talab qilgan. Diniy zotlarni oshqun deb, ularni ko'zni yumib ochqicha odam o'ldiradigan shaytonlar deb sifatlagan. 2022-yilgacha 300 ming nafar Xitoy Sharq Turkistonga ko'chib kelishi kerak deyilgan. Shi Jinping so'zida nupus nisbati va nupus bexatarligini uzun muddatli tinchlik va muqimlikning muhim asosi degan. Sharq Turkistonda birdan ko'p balaliq bo'lish siyosatini amaldan qoldirishga buyurgan. Tadqiqotchi Adrian Zenes bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy prezidentining eng maxfiy bayonoti Sharq Turkistondagi har xil vahshiyliklarning, ya'ni tutqun qilib jazo lagerlari va turmalarga solash, majburiy emgakka selish, to'g'ib cheklash va nupusni yo'qotish, cho'ng sonliq ma'lumot soqchixonasi, yotoqliq maktablar qatorliqlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, hammasida Beijingning rol o'ynaganligini tushuntirib berdi. 9-oyda oshkorlangan 31 betlik hujjatlar Xitoy Xalq Jumhuriyati tarixidagi bir davlat raisining eng maxfiy bayonlarini o'z ichiga oladi dedi. Sharq Turkiston Surgunda hukumati buningga inkos qaytirib, bizning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzimiz Shi Jinping va uning yuqori darajalik amaldorlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchiligida bevosita rol o'ynaydiganligini gavdalantirdi. Biz xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirib bartaraf qilishini umid qilamiz dedi. İnsan haqlari gruppasi bexatarlik o'qituvchilarining aytishicha, Beijing o'z-o'ziga xo'ja orol Tayvanga buzg'unchilik qilish maqsadida ko'pinchisi Osiyodagi davlatlar, uningdan boshqa Ispaniya, Armeniya va Keniya qatorliq davlat hukumatlariga besim ishlatib, 2016-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda 600 nafardan ortiq Tayvanlikni chegirdan qo'g'lab chiqarg'izgan. Nurg'un davlatlar ularni telegraf aldamchiligi bilan ayblagan. Xitoy o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan davlat Tayvanni o'zining bir qismi dedi. Necha 10 yil mobaynida 3-davlatdagi soqchilar bilan hamkorlashish natijasida gumonliq deb qaralganlar o'zlarining rayonlariga qaytarildi. Çarşamba günü e'lon qilingan dokladda bexatarlik qo'g'duvchilari Tayvan grajdonlariga qilingan bu xalqaroliq zulmning Tayvanning egalik huquqiga qilingan zulmga barobar Shi Jinping rahbarligidagi cho'ng ko'lamdagi yer shari harakatining bir qismi ekanligi va uning o'zaro o'tkazib berish shartnomasi, o'zaro qonun ijro qilish kelishimi, shundaqla Xitoy Kompartiyasining siyosiy maqsadi uchun harakat qiladigan boshqa ko'p tarafli organlardan foydalanganligini aytib,
xalqaro jamiyatni jiddiy tadbir qo'llanib, Tayvan fuqarolarining Xitoyga o'tkazib berilishiga darhol qarshi turishga chaqirdi. Xalqaro qonunga asosan hech qanday bir davlat boshqalarni ziyonkashlikka yoki kishilik huquq dafsanchiligiga duchor bo'lgan yana bir davlatga avatmasligi kerak. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarga besim ishlatib, Uyg'urlarni ovlab, chegirdan qovlab chiqarib, Sharq Turkistonga qaytarishga qistadi. Dunyo buningga unini chiqarmadi. Endi dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni Tayvanliklarni ovlashga va ularni Xitoyga majburiy qovlab chiqarishga qistamoqda. Dunyo yanada parvosiz dedi. Axios tadqiqotchilarining xabariga qaraganda, Amerika Airbnb shirkatining Amerika tarafidan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga o'rtaq deb qaralib, jazolangan bir shirkatga tava yerda 10 dan ortiq ijaraga berilgan uyi bor ekan. Bu tizimlik Airbnb'ni Amerika qonuni bo'yicha nazorat qilib boshqarish xavfiga duchor qiladi ekan. Airbnb Beijing 2022-yilda qishliq olimpik tantarbiya musobaqasining 14 qo'llovchilarining biri. U Axios'ga jazoga amal qilishda Amerika Moliya ministrligining ko'rsatmasi bo'yicha ish qilganligini aytdi. Xalqning bahor bo'lishini izlaganligi hargizmo xam xayol yoki tush ko'rganligi emas. Xalqning istagi baribir amalga oshadi. Yovuzlarning tabiatida o'zgarish bo'ladi deb qarash, ulardan shafqat kutish, meningcha tush ko'rganlik bo'ladi ekan. Ular hamon yirtqich. Ulardan umid kutish behuda ish ham nomus. Baldır Oyg'ongan odam nomli romandan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.